Men Alisherman. Men Hirot degan go'zal shaharda tug'ilganman. Bolaligim tinch va mehrga to'la o'tgan. Atrofimda kitoblar, dono insonlar va iliq muhit bor edi. Men juda kichkina bo'lsam ham kitoblarni juda yaxshi ko'rardim. Kitob ochsam, ichidan yangi dunyo ochilgandek bo'lardi. Yoshlikda o'rganilur ilm va hunar, qarilikda bermas anga hech zarar. Agar bola yoshligidan o'qishni, yozishni va foydali narsalarni o'rgansa, katta bo'lganda bu bilimlar unga juda asqatadi. O'rgangan ilmi hech qachon yo'qolmaydi. Maktabda men tez o'rganardim. So'zlarning ma'nosi haqida ko'p o'ylardim. O'qituvchilarim menga qiziqishimdan xursand bo'lishardi. Kim yoshligida ilmga bo'lsa oshno, u keksaligida bo'lur erga peshvo. Kim bolaligidan bilimni sevsa, katta bo'lganda aqlli, dono va boshqalarga namuna bo'ladigan inson bo'ladi. Ba'zan jim o'tirib osmonni tomosha qilardim. So'zlar bilan odamlarning qalbini qanday quvontirish mumkinligini o'ylardim. Men bilardim, so'z katta kuch. Tifl vaqtida ilmga qilsa havas, umr bo'yi topgay sharaf, topgay nafas. Agar bola kichkinaligidan o'qishga qiziqsa, butun umri davomida hurmat topadi va hayoti mazmunli bo'ladi. Har bir katta inson ham bir paytlar bola bo'lgan. Ey bolajonlar, sizlar ham katta orzular bilan yashang. Bugun o'rganilgan bilim ertangi buyuk kelajakdir.